Ovozli informatsion dasturi davom etadi. Aralash jang san'atining ixlosmandlarini jamlagan mazkur musobaqa avvalida 70 kg vazn toifasida Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimi Siroj Oblaqulov hamda MMA ixlosmandi Nurkaz Kaldikulov kuch sinashdi. Bir-biriga o'xshamagan janglar, aniq zarba va kuchli hujumlar qatnashchilarni hayajonga solib, ularda yana ham chuqurroq qiziqish uyg'otdi. Bugungi musobaqa juda ko'tarinki ruhda bo'ldi. Raqibim juda kuchli edi. Shunga qaramasdan faxrli birinchi o'ringa qo'lga kiritdik. Bu boshlanishi, xudo xolasa, jahon arenalarida ham yurtimizni bayrog'ini ko'taramiz. Ichki ishlar organlari, xodimlari, jahon chempionlari bor, Osiyo chempionlari bor. Yanada MMA da ham jahon va Osiyo chempionlari yetishib chiqadi. Nurxon Shokirov hamda ko'p karra O'zbekiston chempioni, viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi Safarbarlik otryadi xodimi Shahboz Tursunovning jangdagi uchrashuvi markaziy jang sifatida e'tirof etilgan bo'lsa, ularning sportdagi imkoniyatlari va tajribalaridan kelib chiqib yo'llagan zarbalari yig'ilganlarning yuksak olqishiga sabab bo'ldi. Yaqindagina hammamiz xabarimiz bor. Aralash jang assotsiatsiyasi, ya'ni MMA federatsiyasi ichki ishlar vazirligi berkitildi. Shu sababli mana bugun ilk bor Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i kubogi tashkil etildi. Musobaqa mana ko'rib turibsiz, qanaqa emotsiyada o'tyapti. Yoshlarimiz bitta zalda bo'lsa ham bir-birlariga o'sha chiroyli janglarni tashkil etib berishyapti. Albatta bu birinchi musobaqa bo'layotganligi sababli hozirga terma jamoaga sportchilarni jamlab olyapmiz. Kelajakda bundan ham yaxshiroq, bundan ham kattaroq respublika darajasidagi musobaqalarni tashkil qilishga harakat qilamiz. Yillar davomidagi kuchli mehnat, sabr, matonat ortidan egallangan bilim va tajriba orqali musobaqaning 8 jangida ham kuchlilarning qo'li baland keldi. 93 kg vazn toifasida Hasan Ravshanov, 84 kg vaznda Doniyor Quvondiqov, 70 kg vaznda Siroj Oblaqulov, 67 kg vaznda Turdibek Tursunov hamda 60 kg vaznda Shahboz Tursunovlar mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Musobaqa davomida esa xushovoz xonandalar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar va viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi Safarbarlik otryadi xodimlarining ko'rgazmali chiqishlari ishtirokchilarga ko'tarinki ruh bag'ishladi.